Simichga sotganmiz. Ko'chaga xo'jayinimni dializga pul qilaman deb o'tirsamda, kechasi 2 soat yo 3 soat uxlaydim. Soat 4 ga yaqin uxlasam, soat 8 da dializga olib ketaydim. Yurolmay qolgan. Narsalarimni yig'ishtirib, charchab kirishga, podvalimga kirib uxlashga borsam, xo'jayinim kurpani tishlab, ingrab bolalarimni uyg'otib qo'ymaydi, yig'laydi-da. Keyin xo'jayinimni yig'laganiga chidolmay, "Ey Xudo, agar jon kerak bo'lsa, meni jonimda, lekin xo'jayinim hayotga qaytsin, tuzalib ketsin" deb Allohga nola qilib kechalar bilan yig'lab chiqqanman. Baqirganman bor ovozim bilan. Yurolmay qolgan, karantinlar bo'lib qoldi, orqamga ko'tarib yurganman. Endi ko'zim bunaqa emasdi. Ko'tarib yurganimda ko'zim to'rpardalar yirtilib ketgan zo'riqqandan. Mayli, men bundan hech nolimayman. Allohga ming shukr qilaman, 3 ta bolamni baxtiga, o'zimni baxtimga xo'jayinim hayotga qaytdi. Bundan bildimki, har bitta qiyinchilik ketida bir yaxshilik bor. Alloh har birimizni sinaykan, azob berib, dard bilan, lekin hammasi yaxshilikka. Chiroyli sabr qilsak, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.